Assalomu alaykum. Aka-ukalar, yaxshimisizlar? Mana biz hayotga qaytdik desa ham bo'laveradi. Atlas Mon qarang. atrofda oling, birinchi atrof keyin mo'ga bitishdi deb. Yeb ichish muhim emas. yeb ichish muhim emas. Mojoy Abdulmuhsinning joyi, mojoy Shuri ekan, boshchi ekan. Shuri ekan joyi. O'rningiz bor ekan. Siz uchun bor ekan. Aka, yaxshilamadinglarmi? Rahmat, maza qildik. Eng Suzun? go'zal ma'dan ko'rdik, shunaqa quvondim. joylar ekan mana mashinalar. 10 gacha turmaymiz deyotgandiz-ku. Xato ekan. Alhamdulillah, bunaqa joyda-chi 3 soat uxlasangiz, o'sha energiya, hamma energiyani berar. Toza havoligidan. Hamma. Razam aka? Yaxshi dam oldimka. O'zizchi? Mana Xudoga shukr. Bugun kunga ham kelib oldik mana Zaftirikka, mahalla jo'ralar, oqibat yo'qolmasin ukalar mana. To'planib mana tog'larga keldik Qirg'izistonga. Aylanib ketamiz deb Xudoga shukr. Qancha-muncha oqibatli qo'shiqlar yo'q ekan. Oqibatli qo'shiqlar saf kengayaversin. Kelib mana shunaqa joylarda dam olib ketishsin. Oila a'zolarini olib kelishsin. Qarayman. Shvetsariyani xizmatini bera oladigan narsa mana o'zimizdan 2 soatlik yo'lda ekan O'zbekistonda mana Andijonda 2 soatlik yo'lda. Kelib mana maza qilib, qadrdonlar bilan Zaftirik qilyapmiz. Xudo xolasa sayohatga chiqamiz. Inshaalloh. Videolar post qilib qo'yamiz. Xudo xolasa. Kelinglar, Zaftirik qilamiz, hammanglar. Bo'ldi, davay, boshladik. Ulan,